Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. 6-iyun cuma kuni chet ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz dunyo musulmonlari bilan birlikda ulug' Qurban hayitini kutib olishdi. Ko'plagan ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hayit namozini birga o'qib, o'zlari turishliq davlatlarda vafot bo'lgan qarindoshlarimizning tuproq boshlarini ziyorat qilishgan. Hayit namozida vatan ichidagi aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik, baxt, saodat tilashgan. Sharq Turkiston xalqining hurligi va ozodligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo qilishgan. Shundaqla Xitoyning turmalarida va jazo lagerlarida azob chekayotgan qarindoshlarimizga Allohdan kuch-quvvat, nusrat va hurlik tilashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining markaz organi joylashgan Myunxen shahridagi qarindoshlarimiz bo'lsa, Uyg'ur markazidagi Uyg'ur masjidiga jam bo'lib, Germaniyadagi Uyg'ur jamoatining imomi, diniy ulamo Abdujil Ahmad Qarajimning imomligida hayit namozni birga o'qishgan. Qurban hayit munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi maxsus tabriknoma e'lon qilib, butun dunyo musulmonlarining, jumladan Sharq Turkiston xalqining Qurban hayitini qutluqlash bilan birga muhacirat yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni Xitoyga qarshi milliy birlik safini yana mustahkamlab, Sharq Turkiston mustaqillik da'vosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qurban hayitlik tabrikida aynan mundaq deyilgan: Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan butun dunyo musulmonlarining, jumladan vatan ichi va sirtidagi butun Uyg'ur qarindoshlarimizning Qurban hayitini tabriklash bilan birga aziz xalqimizga Janob Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik va baxt saodat tilaymiz. Hammamizga muborak bo'lsin. Aziz qarindoshlar, har qatam butun dunyo musulmonlarini shodlik cho'mdirgan mana shunday xosiyatli kunlar yetib kelganida, haqiqiy bir ust ochiq turmaga aylangan vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz, Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida jon talishayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ichkari o'lkalarida qul o'rnida majburiy ishlatilayotgan qarindoshlarimiz, yana shundaqla vatansizlik dardidan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st yaranlarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va buningdan cheksiz azoblanamiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, vatanimiz Sharq Turkiston kommunist Xitoyning tajovuziga uchragandan buyon vatan ichidagi xalqimizning biror kunimi xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muhojiratdagi qarindoshlarimizmi vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yaranlari va suyimli xalqining dardi firoqida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugünkidek hayit bayramlarni kutib olishga majbur bo'lib keldi. Aziz qarindoshlar, qisqasi bugun biz Uyg'urlar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan fashist qilmishlari bugun butun xalqaro jamoatchilikni uyg'otdi. Dunyo madaniyatiga shonliq to'kpilarni qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga toqat qilib turolmagan xalqaro jamoatchilik mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun harakatga o'tishga boshladi. Mana shunday xalqliq bir paytda barliq Uyg'ur xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik safini mustahkamlab, mustaqillik da'vosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ro'yi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishimiz to'liq zarurdir. Mana bu muborak kunni xuddi Allohning buyrug'inidek birlik, ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi kuniga aylantirayli. Bu muborak kunda Allohdan vatanimizga ozodlik va xalqimizga hurlik tilayli. 5-ayning 23-kunidan 25-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Uyg'ur yoshlar kengashi yangi ahdlar bilan g'alabalik oyoqlashgan. Bu kengashga Uyg'urlarning hurligi, haqqoniyati va Uyg'ur kimligining muhofiz qilinishi uchun qilinayotgan o'rtoq kurashni ilgari surish maqsadida 22 dan ortiq davlatdan kelgan 150 dan ortiq qatnashchi, 50 dan ortiq Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur rahbarlari, kishilik huquq faoliyatchilari, ijtimoiy yetakchilar, yosh faoliyatchilar, akademiklar va siyosatchilar ishtirok qilgan. Milliy kengashga parallel holda ilib berilgan Uyg'ur yoshlar kengashi, Uyg'ur kimligi, avlodlararo dialog, hikoya so'zlash, psixikalik jarohat va shifo tepish,
chegara halqigan bostirish, madaniyatni gullantirish va yoshlarni kuchlantirish qatorliq temalar muzokara qilingan. Bu muzokaralar Uyg'ur yoshlar harakatining kelgusiga rahbarlik qilish uchun zarur bo'lgan tafakkur, munosabat va aloqalarni barpo qiladigan bir sahna bo'lgan. Bu qatimki kengashning yana bir muhim natijasi bo'lsa, Myunxen xitobnomasining ma'qullanishi bo'lib, Uyg'ur jamoatlarining o'zaro ittifoqlashish, masqadamda da'vo qilish va Sharq Turkiston uchun tinish yo'l orqali adolat va erkinlik ko'rishida tavranmaslikni qayta ta'kidlagan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin apandi bu haqda bu faqat oddiy bir yig'ilish emas, bu bir xitobnoma. Uyg'ur xalqining o'z davosida yanada birlik va ittifoqlik ichida ekanligining va bizning kimligimizni va ovozimizni hech qanday besimning yo'q qila olmaydiganligining xitobnomasi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu kengashni vujudga chiqargan barliq qatnashuvchilar, hamkorlashuvchi tashkilotlar va fidoyilarga cho'nqur minnatdorlik bildirdi. Uyg'urlar kun sari keskinlashayotgan xiris va tahdidlarga duch kelayotgan bir paytda bu kengash texmi cho'nqur hamkorlik, kurash va umidning boshlang'uchi bo'lg'isi degan. Bu navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi bilan Uyg'ur yoshlari kengashining ichilish va yepilish marosimi birga o'tkazilgan bo'lib, marosimlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasi tarafidan naq maydondan bevosita tarqatilgan. 23 may atdigan soat 9 da boshlanib, 25 may kech soat 17 da oxirlashgan 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi jami 14 cho'ng bo'limga ayrilgan bo'lib, bu bölümlerde 20'den artıq dövlətdən kelgan 60'dan artıq Uyğur təşkilatının asaslı məsullləri və hər sahə zatları növbət özgürüyotqan xalqara vəziyyət və Uyğur vəziyyəti asas məzmun qılınğan 50'den artıq mühim tema üstüdə müzakirə edib barğan və 25 may günü yığın axırında 3-cü növbətlik Şərq Türkistan Milli Kengashi bilan Uyğur Yaşları Kengashi iştirakçıları nomidan bütün dunyoga və xalqimizga qarata ortaq axborot e'lon qilgan. 23 maydagi Milliy Kengashning ichilish marosimida va shu kuni tushdan burun maxsus chet ellik do'stlarimiz uchun ayrilgan o'zgarayotgan dunyoda Uyg'ur masalasi, fursatlar va xirslar degan temada, zo'rayotgan chegara halqigan bostirishga qarshi tadbirlar degan temada, BDTning ziyonkashlik uchirg'ichlarga qarta majburiyatlari degan temada va qonun yo'llar orqali Uyg'ur majburiy amkiga taqobil turish degan temalarda Yevropa parlamenti va ba'zi g'arb ellari hem Türkiye parlamentinin a'zolari, BDT'nin dokladchi xodimlari, Nobel mukofoti sohiblari, xalqarалық kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, chet ellik tadqiqotchilar, Tibet va Hong Kong tashkilotlarining mas'ullarini o'z ichiga olgan chet ellik do'stlarimiz yuqorqi temalarni cho'rdigan asosda o'zlarining qarash va tavsiyalarini o'tirib qo'yib o'tgan. Milliy Kengashning ommaga yepiq bo'lgan rasmiy ishki muzokarasi 23 may tushdan keyin Sharq Turkiston tashkilotlararo hamkorlik, tashkilotlarimiz duch kelayotgan ishki tashqi xirislar va tashkilotlararo milliy birlikni saqlash degan temadagi yumaloq ustida muzokara yig'ini bilan boshlangan bo'lib, ishki muzokaralar Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi va Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan jiddiy masalalar asos mazmun qilingan qiziq temalar bilan davom qilgan. 3-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashini chaqirish qaror qilingandan buyon qurultay markaziy ishxonasi Myunxen shahridagi Uyg'ur jamoatining vakillari bilan bir qancha qatam maxsus yig'in o'tkazib, Milliy Kengashning orqa saf va kutilish xizmatlari haqida konkret o'rinlashtirish va ish taqsimoti ilib borgan edi. 8 iyun yakshanba kuni Uyg'ur markazida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Milliy Kengashda xizmat qilgan Myunxendagi sohibxon jamoatga minnatdorlik bildirilib, ham Milliy Kengashning muvaffaqiyatlari haqida doklad berilib, marosim faoliyat o'tkazilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.